Syomka mumkin emas aka. Men javob beraman. Aka men sizga. Men javob beraman aka. Men syomka qilayotganim uchun javobini beraman aka. Bobosh Mirza. Aka просто endi aytyapman. Audio video yozish mumkin emas. Ular raislik ruxsat bersagina olib kirishingiz mumkin. Iltimosnoma dastlab birinchi protsessda berildi. Hozir mana apparatingizni olib qo'ying deyapman aka. Hozir kirganda ruxsat bergandan keyin audio aka telefoningizni yig'ishtiring aka. Audio yozib Siz aka? Devonxonim aka, devonxonim duraman. Devonxona mudurimi? Aka telefoningizni o'chiring deyapman. Men shaxsiy mulkim aka. Men javobini beraman. Aka telefon. Sen o'zingizni bosib oling. O'zim bosib gapiryapman aka. Men siz o'zingiz udag'aylab ketyapsiz. Talab qilyapman aka. Men siz talab qilmayapsiz siz. Qonuniy biz birinchi instansiyada Aka Jizzaxda qonunga boshqacha. O'zbekiston Respublikasi hududida. nima? Tushunmayman aka. Telefon mumkin emas aka. Men aka o'zimga dalil sifatida mana Raislik qiluvchi ruxsat bersagina zapis qilishingiz mumkin aka. Sud territoriyasida aka. Sud zalida emas aka. Sud zalida. Sud bo'ldi, ayni. aka. Yo'q, ayni. Oliy sud munosabat beradi aka bu. Yo'q, tushundim aka. Oliy suddan so'raymiz. Syomka qilish mumkin emas. Ha, siz prosesga kirganingiz yo'q aka. Aka, syomka qilish mumkin men emas. Yo'q, muammo emas aka. Hamma oldida berdi hozir siz telefon ishlatishingiz mumkin emas. Bularni hozir masalan qolgan topshirib beryapsiz. Topshirib beryapsiz. Savol sizga. Aka. To'xtang, qolganlar men atrofda edi topshirib kirganda aka. Keling, tashqariga chiqib gaplashamiz. Men tushib qo'yapti, og'ayni kel. Aka, qarang. Aka, o'zingizni o'chiring aka. Yana aytyapman. Telefonga tegma, og'ayni. Aka, aka. Qo'lingni ol, og'ayni. Sen umuman menga tegmang. Tushunding? Sizni bilasiz. Kel. Kel bu yoqqa. Yo'q. Kel. Tushundim aka. Siz Sardor Hamidov Sharop. Antikorrupsiya ommaviy axborot Tushundim, vositasi muxbiriman. Tushundim aka. Rasmiy ommaviy axborot vositasi muxbiriman. Men sizga e'tirozim yo'q, muxbir bo'lsangiz, bemalol ochiq sud majlisi. Bemalol qatnashish mumkin deyapman. Nima pretenziya qilyapsiz? Pretenziya qilgan aka, bu yerga qo'ygan aka. Syomka qilinmayapti aka bu. Bunda bo'ladi aka, Sudda syomka ruxsat qilayotganingiz. Biz o'zimiz javob Qonunni beramiz. agar biz bilamiz, agar syomka qilsa, javobgarligi bor, og'ayni. Syomka qilyapsiz-ku mana, hozir nima deysiz? Bu yoqda siz o'zingiz boshqa telefon boshlaganingizdan keyin aka syomka Oliy qilyapsiz. suddan munosabat kutaman men bu narsa Aka, uchun. siz telefon Bo'ldi, syomka men qilyapsiz. har safar yaxshi kelib, yaxshi ketamiz, og'ayni. Keling, qo'ying. Aka, Shuni qo'ying, og'ayni. Kerak emas. ko'pchilik davomida o'zlari ko'rsatmaydi, moshman. Siz o'zingiz ko'rsatyapsiz. Hozir xatti-harakatingiz to'g'rimi aka? Aka, Xatti-harakatingiz to'g'rimi? sizga aytyapman mana. To'g'rimi aka xatti-harakat? Bitta savolga javob bering. Aka, gapni eshitdingiz, siz so'rasiz, javob beraymi? Siz javob berishni qo'ymayapsiz-ku. Syomka hozir noto'g'ri narsa qilyapsiz hozir. Mayli, javobini beraman aka, men noto'g'ri qilayotgan Bo'ldi, mayli aka, sud territoriyasida hal prosesga olib kirganingiz yo'q aka. Prosesga ruxsat berish mumkin. Xohlagan ishingizni qilishingiz mumkinmi aka? Aka, tartib bor aka, hamma Tartib aka. aka, telefon olib berish mumkin emas. Bizga Raisga ruxsat bergandan sizga keyin ruxsatni shu qo'lingiz cho'zishga. aka, Birovni mehmonxona mudiriga yuklatilgan sud ruxsat territoriyasiga berilganmi shu birovni aka, telefonini aytyapman, mehmonxonaga yuklatilgan sud territoriyasi bo'yicha. ruxsati Aka, aytyapman, tartibda bo'yicha tartibda bormi? Kirish chiqish telefonga tegish. kirish chiqishga Ochiqning biz javob beramiz aka. asosiy ko'rsating. Asos ko'rsat. Guruhnomada aka menda yozilgan. Men O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga bo'ysanaman aka. Aka, Konstitutsiyaga bo'ysanaman. yurist bo'lsangiz aka. Tan olasizmi Konstitutsiyani? Bo'ldi, men o'sha bo'yicha harakat qilaman. Hujjatlarimiz bor endi. Hop, asos qayerda? Konstitutsiyami asos? Aka, qo'ying, syomka qilmang deyapman aka. Yana Aka, aytyapman. o'zingiz boshladingiz, noqonuniy xatti-harakatni bo'ldi.